Madina-i Munavvara ziyorati. Madina-i Munavvara yer yuzidagi fazilatga boy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib, uni o'zlariga vatan tutgan, Qur'oni Karimning ko'p oyatlari nozil bo'lgan, ko'plab sahaba ikromlarga beshik bo'lgan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak tanalarini o'z bag'riga olgan va ulug' sahaba ikromlar dafn etilgan muborak shahardir. Madina shahri Saudiya Arabistonida joylashgan bo'lib, islomning ilk poytaxti. Makkadan keyin ikkinchi muqaddas maskan, Makkadan taxminan 400 kilometr uzoqlikda shimoliy sharqda joylashgan. Islom kelishidan oldin bu shahar Yasrib deb atalgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin shahar nomini Madina deb o'zgartirganlar. Dastlab Madinatur Rasul yoki Madinatun Nabiy deb nomlangan. Keyinchalik Madina nomining o'zi qolgan. Ayrim ulamolar uning 90 ta ismi borligini aytib o'tganlar. Madina-i Munavvaraning ko'plab fazilatlari bo'lib, quyida ulardan ayrimlarini keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina haqqiga duo qilganlar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Allohim, bizga xuddi Makkaga bo'lgan muhabbatimiz kabi yoki undan ham shiddatliroq qilib Madinani mahbub qilgin. Uning isitmasini Juhfaga ko'chirgin. Allohim, bizning muddimizni va so'imizni barakali qilgin. Uni biz uchun sihat maskani qilgin, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Mudd sochiluvchi narsalar uchun o'lchov birligi. Hanafiylarga ko'ra 2 ratl, taxminan 768 grammga teng. So' sochiluvchan narsalar uchun o'lchov birligi bo'lib, Hanafiy mazhabiga ko'ra 8 iroqiy ratlga yoki 4,125 litrga teng. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birlikda Madinadan chiqdik. Harra degan joydagi Sa'd ibn Abu Waqqosga tegishli suv bor joyga yetib keldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahoratga suv keltiringlar dedilar. Tahorat olib bo'lgach, u zot o'rnlaridan turib qiblaga yuzlandilar. So'ng takbir aytib, orqasidan: Ey Allohim, Ibrohim sening bandang va xaliling edi. Makka ahliga baraka so'rab duo qildi. Men Muhammad bandang va rasulingman. Madina ahliga ularning muddi va so'larida Makka ahliga bergan barakangning 2 barobarini berishingni so'rayman. Bir baraka, 2 baraka o'rnida bo'lsin, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Ziyoratchi Madina-i Munavvaraga ketayotganda yo'lda ko'p durud va salomlar aytishi va unga yaqinlashgani sari xushu-huzusi ziyoda bo'lib borishi lozim. Madina-i Munavvara fazilati. Madina-i Munavvara ziyorati haj va umra ibodati sirasiga kirmasa-da, bu ulug' shaharni ziyorat qilmaslik ayb bo'ladi. Xoh ziyoratdan avval bo'lsin, xoh keyin bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rgan har bir ummat Madina-i Munavvara ziyoratiga oshiqadi. Bu o'tgan azizlarimizning go'zal odati hisoblanadi. Bu haqda Alloma Qozi Iyoz rahmatullohi alayh Ash-Shifo asarida Ishoq ibn Ibrohim faqihdan quyidagicha naqlni keltiradi. Ishoq ibn Ibrohim al-Faqih rahmatullohi alayh aytadi: Haj qilgan kishi Madinaga kirib o'tishi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida namoz o'qishni niyat qilishi, u zotning ravzalari, minbarlari, qabrlari, o'tirgan joylari, qo'llari tekkan joylari va oyoqlari bosgan yerlari,
doim suyangan va Jabroil alayhissalom vahiy olib kelganda tayangan ustunlarini ko'rib, Masjid-i Nabaviyda yashagan, uni qasd qilgan sahobalar, musulmonlarning imomlari ila tabarruklanish va barchalardan ibrat olish hanuzgacha davom etib kelayotgan muhim ishlardandir. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 3 ta masjiddan boshqasiga ko'ch bog'lanmaydi. Ular Masjidul Haram, Masjidul Aqsa va mening mana bu masjidim dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Hadis sharifda ziyoratidan savob umid qilib, alohida niyat bilan safar qilish mumkin bo'lgan 3 ta masjid zikr qilinmoqda. Bundan ushbu 3 masjidning fazli naqadar yuksak ekani ko'rinadi. Madina-i Munavvarani yaxshi ko'rish va unga oshiqish bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan meros bo'lib o'tgan. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytayotib, Madina ko'chalarini ko'rgan vaqtlarda tuyalarini tezlatardilar. Agar ulovda bo'lsalar, uni niqtardilar. Abu Abdulloh aytadi: Haris ibn Umayr Humayddan qilingan rivoyatda ulovni uni Madinani yaxshi ko'rganlaridan niqtardilar so'zini ziyoda qilgan. Imom Buxoriy rivoyat. Alloma ibn Hajar rahmatullohi alayh hadis Madinaning fazilati, vatanni sevish va unga oshiqish shariatda mavjudligiga dalildir degan. Bu azim shahar naqadar ulug' va fazilatda tengi yo'q. Qanday ham ulug' va fazilatli bo'lmasin. Axir uning haqqiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlari duo qilganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga endi pishgan meva keltirilganida u zot: Allohumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah deb duo qilardilar. So'ngra uni hozir bo'lgan bolalarning eng yoshiga berardilar. Imom Muslim rivoyat. Duoning ma'nosi: Allohim Madinamizga, mevalarimizga, muddimizga va so'imizga baraka ustiga baraka bergin. Mud va so' o'lchov birliklari bo'lib, ular haqida yuqorida ma'lumot berdik. Bu muborak shahar haqida yana juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Dar haqiqat Madina-i Munavvara yer yuzidagi fazilat va barakada tengi yo'q shahardir. Madina-i Munavvarada 30 ga yaqin ziyorat qilish sunnat bo'lgan joylar bor. Ularning eng muhimlari quyidagilar: Masjid-i Nabaviy, Baqi qabristoni, Qubo masjidi, Xurmozor, Masjidu Qiblatayn, Uhud tog'i. Ziyoratchi Madina-i Munavvarada turgan vaqti Masjid-i Nabaviyda farz namozlarni jamoat bilan ado etishga g'ayrat qilishi lozim. Undan tashqari nafl namozlar, Qur'on tilovati, salovat, istig'for, duo va bundan boshqa zikrlarni aytish bilan ko'proq mashg'ul bo'lmog'i ajr savobini yanada ko'paytiradi. Bu muborak zaminda turli jinoyat, ozor berish va boshqa behuda ishlarni qilishdan tiyilish lozim. 2 haramda saf masalasi. Masjid-i Nabaviyda namozxonlarning to'g'ri saf tortmasligi dilni xira qiladi. Ziyoratchi shunga alohida e'tibor qaratish kerak. Ko'pincha imom Ravza-i Sharifda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mehroblarida namoz o'qiydi. Masjid xodimlari imom turgan qatorni bildirish uchun plastik to'siqlar qo'yishadi. Ziyoratchi imomga iqtido qilishda ana shu to'siqlardan oldinga o'tib ketmasligi kerak. Biroq ba'zilar buning farqiga bormay imomdan oldinga o'tib ketadi. Natijada iqtidosi durust bo'lmay qoladi. Namozni esa qaytadan o'qishi lozim bo'ladi. Masjidul Haramda saf masalasi boshqa masjidlardan biroz farq qiladi. Iqtido qiluvchi imomdan boshqa tomonda turgan bo'lsa, garchi u Ka'baga yaqinroq bo'lsa ham,
uning namozi durust bo'ladi. Lekin iqtido qiluvchi imom turgan tomonda turib undan oldinga o'tib ketsa, uning namozi durust bo'lmaydi. Shuning uchun imom bilan Ka'baning orasi ochiq qoldiriladi. Shunda hech kimning namoziga futur yetmaydi.